Hozir biz sizlarni go'zallik bo'tqasi deya ta'riflangan ajoyib shifobaxsh va xushbo'y bo'tqa bilan tanishtiramiz. Bu bo'tqani iste'mol qilganingizda sizni ortiqcha vazndan xalos qilib, teringizni yoshartiradi va ko'rish o'tkirligingizni ham ravshanlashtiradi. Bu bo'tqamiz aslida sizu biz yaxshi bilgan arpa yormasi bo'lib, bu arpa donidan tayyorlangan yorma hisoblanadi. Arpa yormasi aslida inson organizmi uchun juda ham kerakli bo'lgan qimmatli ozuqaviy moddalar va minerallarga boy bo'lgan don mahsuloti hisoblanadi. Ya'ni arpa o'z tarkibida kalsiy, kaliy, temir, manganiz, sink, molibden, nikel, kobalt, xrom, yod, brom, fosfor va bir qancha mineral tuzlarni juda ko'p saqlaydi. Arpa yormasi tarkibida lizin aminokislotasi mavjud bo'lib, bu modda kollagen sintezi uchun juda ham kerakli aminokislota hisoblanadi. Kollagen sintezining kuchayishi natijasida esa tana terimizning elastikligi oshib, ajinlar yo'qoladi va qarish jarayoni ham sekinlasha boshlaydi. Arpa yormasining A, B, P, G vitaminlariga boy bo'lishi esa tanamizning sog'lom bo'lishida va chiroyli ko'rinishga ega bo'lishda asosiy rol o'ynaydi. Bu yormamiz past kaloriyaga ega bo'lishiga qaramay, o'zida juda ko'p oqsillarni saqlaydi. Bu esa o'z navbatida ichaklar harakatining ishlash faoliyatini oshirib, tana vaznining kamayishiga ham sabab bo'la oladi. Xo'sh, bu bo'tqamizni qanday qilib shirin, lazzatli va foydali qilib tayyorlaymiz deysizmi? Buning uchun kechqurun 1 litr suvga 1 piyola arpa yormasini solib qo'yamiz. Ertalab namlangan yormani olib 40 gradusgacha isitilgan sutga solamiz va olov ustiga qo'yamiz va ustiga qopqoq yopmasdan to qaynab chiqqunga qadar olovda qo'yasiz. Qaynab chiqqan aralashmani darhol olovdan qopqog'ini yopgan holda suvli hammomga 3 soatga qo'yib qo'yamiz. Qarabsizki 3 soatdan keyin bo'tqamiz sariq rangga kirib, yorqin, xushtam va o'zgacha xushbo'y hidga ega bo'ladi. To'g'ri pishirilgan arpa yormasini tanovul qilganingizda arpa og'zingizda erib, xushbo'y yoqimli ta'mga ega bo'lganini his qilasiz. Ma'lumotlarimiz sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa like, ma'qul bo'lmagan bo'lsa dislike tugmasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.